Mana bugun Konimex tumanimizda juda bir chiroyli tadbir o'tiryapti. Bunaqa tadbirlar ko'p o'tgan, lekin otalar choyxonasi degan tadbir umuman bo'lmagan. Nihoyatda xursand bo'lib o'tiribman. Shu Konimexda bizlar mana shu o'zbeklar, qozoqlar, qoraqalpoqlar, tojiklar, tatarlar, ruslar birga yashaymiz. Bu shu insonlarni ko'rib yoshliklarim yodimga tushib ketdi. Bizga Konimex, Konimeher deyiladi aslida. Shuncha xalqimiz bir-birimiz bilan nihoyatda ittifoqli, xudo anda qolaversa qiz berib qiz olgan xalqlar bizlar. Men shu tumanda tug'ilib o'sdim, bilasizlar. 10 yil qozoq maktabida qozoq tilida o'qiganman. Qaysi bir millatni ashulasini aytsang, o'sha millatni buzmasdan ashulasini aytsang, o'sha millatga nisbatan hurmat bo'ladi bu. Mana shu 10 yil qozoq maktabida o'qib, birinchi qulog'imga qozoq qoraqalpoq qo'shiqlari kelgan. U paytlarda televideniya bo'lmagan, narsa bo'lmagan. Ana shu uchun shukr qilamanki, mana shu tumanga tug'ilganimga. Endi mana azizlar, bir paytlarda biza o'sha cho'llarga, konsertlarga borardim men. Bu ancha yillar avval 8-sinfimdan shu cho'llarga borganman. Qozoq ashlasini boshlab, shunda men juda yaxshi ko'rardi o'sha cho'ponlar, qozoqlar, qoraqalpoqlar. Shuning uchun yuragimni yarimi qozoq, yarimi o'zbek, yarimi qoraqalpoq bo'lib, mana shunday shu ulug' bir davolanib olgan san'atkorlardanman. 1980-yillarda O'zbekiston televideniyasining eshigini ochib borganman Navoiydan. Chunki u paytda juda qiyin edi. Shu konsertlarga borsak ham palatorka moshin bo'lardi, palatorka. Ustiga biza o'rtaga laganchaga olovni qo'yib, kigiz bilan yopinib borardik. Ana endi bu muhtaram prezidentimizni siyosatlarini qarang. Qaysi san'atkorga qaysi bir qayerda bir yaxshi madaniyat bo'lsa shunga e'tibor berilyapti. Moshinlar deysizmi, boshqa holatlar deysizmi, klublar deysizmi? Xususan bizda Konimeximizda chiroyli bir madaniyat saroyini qurib berdilar. Bu uchun prezidentga rahmat. Hazrati Mashrabning bir so'zlari bor. Haqda Alloh senga ham bir saqlagani bordir. Shu prezidentimizni bizga Alloh taolo saqlab qo'ygan ekan. Bu insonni hech narsa nazardan chetda qolmaydi. Sen san'atkormisan? Bash ashulachamisan, yo shaxmatmi, yo dehqonmisan, hamma narsaga e'tibor qiladilar. Azizlarim, shunday zamonga tug'ilganimizga biz shukr qilishimiz kerak. Ana endi otalar choyxonasi degan gapni o'zi bir chiroyli. Sizlarni ko'rib nihoyatda xursand bo'lyapman, azizlarim. Bu dunyoga, bu zamonga shukr qilishimiz kerak. Mana hozir cho'llarga borsak, bir paytlar mashinlarimiz botib qolardi, avariyalar bo'lardi. Shu mashinlar qumlarda botib qolib, sovuqlarda, qishlarda, jazirama issiqlarda biza qolib ketgan vaqtlarimiz bo'lgan. Bu rost. Endi qarang, asfaltlar bo'lgan. Asfaltlar bo'lgan, borasiz, maza qilasiz, xalqni ko'rasiz, xalqning kayfiyati yaxshi. Vodoprovodlar qurilgan, suv inshootlari hammasi yaxshi. Gaz ham yetkazilgan hammasiga, umuman kamchilik yo'q hozir azizlar. Faqat endi mehnat qilish kerak. Ayrim yoshlarimiz sal shunga e'tibor qilish kerak. Madaniyati rivojlangan voha yaxshi bo'ladi azizlar. Madaniyati rivojlangan voha. O'sha madaniyatga e'tibor qilish kerak. Yoshlarimiz hozir quloqiga bir bolani qo'yib oladi, habash ashulalarini eshitadi, habashlarni, u chet ashulasini eshitadi. Bizning klassik qo'shiqlarimizga bu yuragingiz shunday huzurlanadi. Bunda mehr bor. Bu ashulalarda bir zavq bor. Vatanga nisbatan, xalqqa nisbatan mehr bo'ladi bu qo'shiqlarni eshitsangiz. Yoshligimizda ashula aytgan paytimizda o'sha suvoralar, yakparda suvoralar, sigohlar, yo boshqa qo'shiqlar aytsak, oqsoqollarda ko'zdan yoshi oqib, soqollardan oqib turardi. Ko'rdingizmi? Ana endi mana shunaqa san'at hozir sal e'tibor qilmayapti yoshlarimiz. Shunga e'tibor qilish kerak, azizlarim. Chunki shu sohada men qarib 50 yil ishladim. 50 yildan ziyod bo'ldi mana shu san'at sohasida ishlaganimizda. Hamma ashulalarimiz insofdan, Qur'oni Sharifda yozilgan qo'shiqlar bor. Mashrab, Hazrati Mashrabning so'zlari, Maxtumqulning so'zlari. Har nadan kechsang ham vatandan kechma. Bevatan insonga mazor omonat deb turibdi. Buni qarang, nima deyapti vatanimizga. Shuning uchun azizlar, vatanga shukrona qilishimiz kerak. Xalqimiz omon bo'lsin. San'atkorga nima kerak? San'atkorga tinchlik kerak, osoyishtalik kerak. Yurt obod bo'lsa, biz ashula aytamiz. Prezidentimiz omon bo'lsinlar, hokimlarimiz omon bo'lsinlar. Viloyat hokimi yaqinda keldilar. Nihoyatda xursand bo'ldim. Yana ancha obod ishlar bo'ldi. Konimexda mana Konimex hokimi ham chiroyli ishlarni olib boryaptilar.
Bize bir maqtanamiz, biz san'atkorlar maqtanamiz. Nimaga? Shu yurtimiz obod bo'lishi kerak-da. Meni so'rab ko'p joylardan Buxorodan, Olot Qorako'ldan yo boshqa joylardan bir joylardan keladilar. Shu yurtim obod bo'lsa, men xursand bo'laman. Shu obod Qoribekni ko'rib xursand bo'ldilar. Avval bir choy ichadigan joyimiz ham yo'q edi. Besh barmoqni ismi, boshqa ismi, tuya suti ismi hammasi bor hozir bizda. Sog' bo'linglar, azizlar, omon bo'linglar. Xonadonlaringiz to'ylar bo'lsin, yurtboshlarimiz omon bo'lsinlar, hokimlarimiz omon bo'lsin. Biz san'atkorlarimizni qo'limizdan torimiz tushmasin. Rahmat e'tibor uchun.